ko'p, harakat yo'q. Odamzod komfortda yashaydi, juda ham. Million yillar davomida doim mehnatda bo'lganda, qiynalib yashagan, oziq-ovqat topish juda qiyin bo'lganda, hozir juda oson qorin to'yg'izish. Lekin sifatsiz qorin to'yg'izish. Ya'ni o'ziga yarasha oqsil bo'lishi kerak, o'ziga yarasha bu yog' bo'lishi kerak, o'ziga yarasha uglevod bo'lishi kerak. Buni o'zining me'yori bor, miqdori bor, nisbati bor. Biz o'sha narsani to'g'ri iste'mol qilmaymiz. Laboratoriya ko'rsatkichlarda ko'ramiz. Endi maslahat beramiz. Kamroq yeb, ko'proq harakat qiling. Sifatli ovqatlaning. Shart emas shohona ovqatlanish. Eng ko'p kasalliklardan bittasi grija. Televizor ko'ramiz, ishxonada, mashinada, divanda televizor, kompyuterda o'tiramiz. Mana ko'p vaqtimiz o'tirish bilan o'tadi-da, asosiy vaqtimiz. Bu narsa umurtqalar harakatsizligiga olib keladi. O'sha harakatsiz bir tomonga hadib nagrizga tushavergandan keyin bel churrasiga olib keladi-da. Buni oddiy davosi mashq qilish kerak. Har kun ertalabki mashq. 15 minut mashq. Doimiy. Har doimgi. Shart emas trenajyorni zalga borish. Doimiy harakat.